go'zal degan ma'noni anglatgan kunlarda olgan. Bir necha yillardan keyingina u rangni bildira boshlagan. Meksika poytaxti asta-sekin yer ostiga cho'kmoqda. Gap shundaki, shahar bir vaqtlar vulqon kraterida paydo bo'lgan ko'lning markazida qurilgan. Yaponiyada dunyodagi eng ko'p savdo avtomatlari mavjud. Ularning 5 milliondan ortig'i ro'yxatga olingan. Bu yerda hamma narsani sotib olishingiz mumkin. Issiq qahvadan tortib, soyabon va hojatxona qog'ozigacha. Filippinning milliy ramzi Filippin burgutidir. Bu qush hajmi va qanotining uzunligi bo'yicha dunyodagi eng katta qush sanaladi. Misrdagi Xeops piramidalari tarix 7 mo'jizasining eng qadimiysi hisoblanadi. Bundan tashqari, omon qolgan yagonasi ham. Vyetnamda eng katta tabiiy g'or bor, Shandong. Unga kirish joyini mahalliy fermer yomg'irdan yashirinmoqchi bo'lganida tasodifan kashf